Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bizni o't tosh kasalligini asorati bilan shug'ullanamiz. Ya'ni o't qopidagi tosh jigari yo'liga o'tib ketgan. Buning natijasida bemorda jigar ishishi, sarg'ayishi, bilirubin oshib ketib, sap-sariq bo'lib qolgan. Bemor axlati oqarishni boshlagan. Undan tashqari siydagi rangi qop-qora choyga o'xshab keladi. Hozir biz jigari yo'liga o'tib ketgan toshni olib tashlash amaliyotini bajaramiz. Bu endoskop yordamida bajariladi. Maxsus endoskop bu duoda endoskop deydi. Bu oshqozonni ko'radigan apparat emas, adashtirmaylar. Ayrim bemorlar kelyapti, "Men qilib bering, endoskopiya shu tosh bor ekan" deydi, ochamiz. Bu operatsiya hisoblanadi. Mana ko'radigan bo'lsanglar, jigari yo'li pastki qismi ichakdan kesilgan, mana polностью kesib ochganmiz. Va buning natijasida hozir bu toshni sekin-sekin mana korzinka yordamida olish amaliyotini bajaramiz. Mana tosh ushlab olganimizda, mana hozir mana toshimiz turibdi, korzinkamiz ichida. Endi bu toshni sekin tortamiz. Mana tosh chiqib ko'rdinglarmi? Devorga yopishib ketdi. Bundan tashqari kirib yana buni tozalab chiqamiz. Demak, bu asorat bo'lmasligi uchun o't qopidagi toshlarni iloji boricha voqeroq oldirib tashlash kerak bo'ladi. Ochilamiz, yana yuvamiz, jigari yo'lini yuvamiz hozir. Bu bemorlarga обязательно operatsiyadan keyin don qo'yish kerak. Operatsiyamiz juda bir 15 minut, 20 minut vaqt oldi. Bir holatda bo'ladi. 1 soatda ham tosh ola olmasligimiz mumkin. Bu operatsiya обязательно rentgen fartuqda taqiladi, chunki radiatsiya bor bo'ldi, obучение bo'ladi baribir. Shuning uchun tosh bo'lsa o'z vaqtida o't qopini operatsiya qilishni tavsiya beraman.